Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz Turon Metal jamoasining navbatdagi ish kuni. Mana hozir ikkita 30 kilovatlik aqlli kotyolimizni Namangan viloyati Norinkapaga olib ketyapmiz. Dostavka qilib berish uchun mana retortli garelkalar, 50 kilovatlik garelka, mana 30 kilovatlik kotyolga 50 kilovatlik retortli garelka qo'yilgan. Chugunni bunker sig'imi 130 kilo, 125 kilo ko'mir eltadi. Buni hozir 250 kvadrat, bitta 200 kvadratlik, bitta 250 kvadratlik joyga o'rnatiladi. Xudo xolasa yo'lga chiqyapmiz. Bizni kuzatishda davom etsalaring. Bu qanday xonadonga o'rnatiladi? Ulargacha ko'rsatib o'tamiz. Bundan bir hafta 10 kun ilgari Davronbek akamizga bitta mana shunaqa 30 kilovatlik kotyol olib borib bergandik. Katta hovlilariga, dadalarning hovlilariga o'rnatishgan edi. Effektini ko'rib, kotyol ma'qul bo'lgandan keyin o'zlarini kottejlari bor ekan, kottejlariga ham zakaz qilishdi. Keyin bitta o'rtoqlari ham birgalikda zakaz qilishdi. Shuning uchun ikkitani olib ketyapmiz. Norinkapaga Turon Metal brendi ostida ishlab chiqarilgan 30 kilovatlik aqlli kotyolimiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz yo'lga chiqyapmiz. Do'stlar, biz Namanganga yo'l oldik. Yo'l-yo'lakay hozir mana o'zimizning uyda o'rnatilgan kotyol haqida ham ko'rsatib o'taman. Bismillah. Ustalar ishlayapti, addeshiklar. Bu hozirgi 30 kilovatlik bunkerli kotyolimizni mana ichki qismi mana shu holatda bo'ladi. Hozir mana bu tomonga hamda yangicha kotyolimizni o'rnatganmiz. Qirq ikkiga qo'yib qo'yganman termostatini. 39 bo'lsa 3 gradus. Pastlasa gradus mana ishlab ketadi. Mana hozir uladi o'zi. Ventilyator ishlayapti. Yonishini ko'ramiz. Yonishi endi boshladi hozir. Kuchayib ketadi. Bel olma ko'mir yoqyapman kechadan beri. Bel olma ko'mir mana bunday tosh bo'lib qoladi mana. Tosh bo'lib. Mana shu holatda mana. Buni yonib bo'lgan narsalar aytdan garelka aylanganda aylanib chiqarib oladi pastga mana. Bir qop 50 kilo ko'mir solgan edim kecha kechqurun. Hozir mana yarmi ham ketgan yo'q. 110 kvadrat topli pol ishlab turibdi. Ichkarilar ko'rsataman. Bu tomonda
Alohida xona bitta koridorcha. Bu yerda hammom tualet. Yer tagi podvallik uchun pol bo'lgan. Pol ham laga tashlanib turib, lagani tagidan vassa qoqib, past tomondan hashak sorib lomboz qilingan. Keyin lombozdan keyin reyka tortib turib, va konteynerda polidan pol qilingan. Bu yerga bitta 180 adashmasam 160 ekan. 160 ga 50 radiator qo'yganmiz bunga, bu xonaga. Qolgan joylar to'pli pol. Mana bu yer ham to'pli pol. Bu yer ham to'pli pol. Bu tomonlar polni to'pli pol. Hormaylar ustolar. Va ustalar futbolkachang bo'lib ishlayapti. Xonalar issiq. To'pli polimizni polni ulab qo'yganmiz. Mana obrotkasi 30 gradus qaytyapti. To'liq 1 sutka bo'ldi. Kat yo'limiz ishlab turganiga. Bu tomonda ham bitta hammom tualet. Bu tomonda детский spalni. Ham to'pli pol, ham luchovый sistema qilib bunaqa radiator qo'yganmiz. Koridorga ikkita 1 metrlik. Bu mehmonxonaga ikkita 120 ga 50. Hozir buni men teskari qo'yib qo'yibdi bolalar, ama kranini o'rnatish uchun farqi yo'q, uni qaynag'ishga qo'yib ketyapti. Addelshiklar addelkalarni qilib qo'ygandan keyin to'g'rilab o'rnatib qo'yadi. Koridorlarda va kirish holdi, oshxonani polini kafel qildirib yubordik tagini. Oshxonamizda ham pollari, polni kafel. Mana bu yerga fartug bo'ladi. Oyoqdaylari kafel bo'lib ketdi. Betlarni tarket pol qilamiz. Xudo xohlasa, shunaqa gaplar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.